Mening ismim Bardan. Nanjing universitetining o'quvchisi. Bugun mening intayin muhim bir vazifam bor. U bo'lsa, poyez belgisi bilish. Yenilan boshlaydi mana. Oy, ajab jiddlashadi mana. Darhol talshay. Isi, talishib oldim. Men oxiri qaytadigan bo'ldim. Bu qismni ostiq poyez Allohga talab qildi. Siz qancha uyga oldirsangiz men shuncha ostiman. Bundan keyin vaqt qilish normal ahvol. Bu qismni yana o'zini rasm tortish havaskorlar jamiyati Allohga talab qildi. Filmni ko'rishdan burun o'zingizni bir rasmni torta olmamsiz? Haqtab shu inavasiz? Bu qanday olib ketgan endi? Qo'l kelgan bilet mushtaq qilib yo'q qoldimi endi? Bo'lmaydi. Bugun cho'qim bilet ilishim kerak. Kompyuter talashamisan, telefonda bo'lsa ta'laman. Bu qitim talashamaydiganligimga ishonmayman. Nimishqa yana talashamdim? Nimishqa? Taqdir menga nima degan adolatsiz muomala qildi. Men faqat uyga qaytmoqchi shu. Yo'q. Men birodan talashib qolamsam, ko'pchilikning kuchiga tayinib bo'lsin talishma. Merhaba, alalım. Kardeş. Sizce? Sen çöleş. Aldım da. Ha? Ben ahire qaytadigan bo'ldim. Estağfurullah. Gongjuda Shanxay gördüğünü hesaptım emasmi odaş? Men Şinjan qaytdim, Şinjanga deyman. Mamlakatimizdan g'arbiy mevchi makon deb atalgan Şinjangni deyman. Yo'q. Men bir amal deb qat'iy qaytmasam bo'lmaydi. Bevosita boradigan mobildan olamsam, 61 bo'lsin barma. Avval Nanjingdan Qo'xotga, Qo'xotdan Changshaga, ondan Lanzhouga, undan keyin Yinchuanga, Yinchuandan Uddul Urumchiga. Men nima degan aqlliqa? Shundaq ism tillarni o'ylab topolgan ekan. Men oxiri qaytadigan bo'ldim. Undaq emas-ku? Bu planimdagi liniyani nima bil tugabdi-ku? Men faqatlam uyga qaytmoqchi edim. Oxirida men yenilan biletni ola oldim. Lekin shu 44 soat o'yir turib qaytadigan bo'ldim. Assalomu alaykum suyimli ko'rmanlar. Mening ismim Turkizat. Ishkirdagi Uyg'ur o'quvchilarining turmushda so'rlangan tunji tor televiziya teatri ay bolalarningki sinaq qismini ko'rib turganlarga intayin rahmat. Bizning bu qisqa tor televiziya teatrimiz 3-oyda sizlar bilan haqiqiy yuz ko'rishmoqchi. Agar birinchi vaqtning o'zida ko'rmoqchi bo'lsanglar, tövandagi Indida saloniga a'zo bo'linglar. Salon nomi Bangladesh.